Bugun Motogear do'konida sizlarga 1 milliongacha bo'lgan shlemlarimizni ko'rsatamiz. Bu yerda eng arzonidan boshlab qimmatrog'igacha. Eng arzoni 330 milli shlem. Prozrachniy vizorda. Ichida qora ochkisi bor, ventilyatsiyasi bor. Bu byudjetniy shlemlarimiz qatorida. Undan keyingisi 570 milli shlem. Buni prozrachniy vizori bor. Ichida qora ochkisi bor va dahani ochiladi. Ventilyatsiyasi ham bor. Uchinchisi qiyka shlemimiz. Eng ommabop, ko'p klientlarimiz shuni tanlashadi. Qora vizori bor. Buni vizorlarni almashtirish mumkin. Do'konimizda har xil rangli vizorlari ham bor. Podushkalarni yuvish mumkin, yechib, garnitura ham qo'yish mumkin. Ventilyatsiyasi bor. DOT sertifikati ham bor. Undan keyingisi yana qiyka brendidan 950 milli shlem. Bu shlem prozrachniy vizorda bo'ladi o'zi. Bizda tillarang vizorni ham qo'shib olsangiz bo'ladi. Ichida qora ochkisi bor. Podushkalarni yechib yuvish mumkin, ancha sifatliroq bo'ladi. Garnitura naushnik ham qo'yishingiz mumkin. Va bu ham dahani ochiladigan shlem. Agar bu shlemga garnitura qo'ysangiz, 670 milli shlemdan ko'ra yaxshiroq ovoz eshitiladi bunda. Ventilyatsiyalari bor, DOT sertifikati bor. Oxirgisi bu ham 950 milli shlem. Rangli vizori bo'ladi, ichida qora ochkisi bor bunda ham. Bu ham podushkalari yechiladigan shlem. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. O'zingizga yoqqanini tanlab etsangiz, jo'natib olishimiz mumkin.